Hozirgi kunda bolalar massajistkalari juda ham ko'payib ketgan va kurslar tobora ko'payib bormoqda. Ammo ko'plab ayol va qizlarimiz qaysi kursda o'qisamikin, kimni tanlasamikin deb ikkilanib yurgan ayol va qizlarimizga bir ikkita narsalarni sanab beraman. Birinchisi, hech qachon 4 ta 5 ta sertifikat beraman degan mutaxassisga aslo uchmang. Sizlar birinchi e'tibor beradigan narsanglar uni bilimiga, tajribasiga, qanaqa darajada bilim berayotgani. Instagramda ayniqsa bu narsalarni ko'rib kuzatish imkoniyati bor sizlarda. Ikkinchisi, massajistga sizlarga tavsiya qilayotgan ham kattalarni, ham bolalarni massajini o'rgataman, zulu, hijoma, yana nimadirlar qilib aralash kurslarni hech qachon tanlamanglar. Bolalar massaji planetasi umuman boshqa dunyo, kattalarniki esa umuman boshqa olam. Shu sababli birinchi bo'lib bolalar massajini mukammallikda reabilitatsiya kursini tanlov qilib o'rganib oling. Kattalarnikini keyin alohida o'rganib olasizlar. Uchinchisi, narxiga qarab ko'pchilik baho beradi. Qimmat narxli mutaxassis bo'lsa, "Ha, qimmat ekan, demak zo'r ekan" deydi. Bu ham aslo xatolik. Yokida arzonchiroq bo'lsa, "Ha, demak arzon ekan". Yo'q. Bu yerda eng asosiysi bilim haqida gap ketyapti. To'g'ri, qimmat narsa har doim yaxshi va sifatli hisoblanadi. Ammo lekin u shunga loyiqmikan degan savol tug'iladi. Endi esa kurs tanlovida sizlarga beradigan maslahatim original sifatli diplom hamda sertifikat, kuchli bilim, hech qachon soniga emas, sifatiga e'tibor berishingizni xohlardim. Ayniqsa Instagramdagi prosmotrlar ham katta ahamiyatga ega emas. Uqalash, ya'ni massaj kursini emas, albatta reabilitatsiya kursini tanlov qiling.